Men bu yerga kelganimiz sababi, Sarvarbek oldiga kelganimiz sababi shu uchov molga 115 million pul bergan. 115 millionga sotilmagan mollar. Shuning uchun bir video qilib tomoshabinlarga ham, podpischilarga ham ko'rsatamiz degan niyat bor edi. Uchov mol bir qator video qiling-da Sarvarbek. Mana buni ko'rsating. Mana shu uchov mol 115 millionga kirgan. Sotilmagan. Tomosha qilib mazza qiladigan joylari bor. Endi hammani o'zining qiziqishi bor. Bizni qiziqishi shu chorva. Molni ko'rsak mazza qilamiz. Qo'yni ko'rsak mazza qilamiz. Ha? Alloh mo'jizasi. Novvosga o'xshaydi, novvosga. Xo'p. Mana bo'zarni ham video qilib qo'ying endi. 4 kun deyapmiz. Necha kun? 4 kun. 4 kun. Cho'chimaysan. Hamma narsani bolasi shirin bo'ladi. Voy, qachi esdi. Buni otasi nima? Semental otasi. Otasini